Alloh nomi bilan dunyo bo'ylab sayohat. Juma namoziga Zangiota masjidiga o'tyapmiz. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning quli, elchisi. Assalomu alaykum xola. Alloh yo'lda. Sizga Alloh rozi bo'ling. Ko'p yashab, salomat bo'ling, barakat bersin. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Bolalaringiz sog' salomat bo'lsin. Siz menga yordam bergan sizga Alloh bersin. Amin Alloh. Sizga ham iloyim. Zangiota masjidiga kelyapmiz. Jumaga ham 5 minut qoldi. Bismillah. Assalomu alaykum. Masjidning ichidan men o'zim yaqinda shu to'g'risida xonada turib alohida rolik oldik va uni saytlarimizga viloyatni saytlariga ham qo'ydik. Shu gapirgan gapim meni o'zimni tarbiya qildi. Masalan, oddiy narsa. Hojatga kirdingiz, yengil to'g'ri. Shuni ozginagina suv tushiradigan bo'lsa ham shu najosatni ketkazishlik mumkin. Lekin hammasini tushirib oladigan bo'lsa, bunda ham suv me'yoridan ko'proq ketib qolyapti. Ozroq ishlasa shundan hisob bo'ladi. Endi ishlarimiz yurayotgan holatlarimizda ham e'tibor beraylik. Ishlarimiz yurayotganimizda agarda suvni o'chirib qo'yib, keyin tishko'rklardan yuvayotgan bo'lsak, ishlarimizni to'g'ri yo'ldamiz. Suvni ochib qo'yib olib, bemalol u oqib yotaveradigan bo'lsa, isrof bo'lyapti. Bir sunnatni qilaman deb ikkinchi bo'lgan harom yo'lga yo'l ochib qo'yilyapti. Bu zubnoy shotkalarimiz turadigan bunda idish bor-ku, krushkaga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Krushka sifatida ichida turishlik uchun qo'yilmagan-ku. Namodoga o'shanga suv olib soqolingizni oladigan bo'lsangiz, o'shanga suv to'ldirib oling degani bu. Oqizib qo'yib, yoki shotkada turadigan idish emas bu asli. O'sha suvni olib og'zimizga chayqab tashlashlik uchun, suvni hisob qilishligimiz uchun shu. Agar mana shu so'zga hozir nafaqat bizni o'zimiz, qolganlar ham amal qiladigan bo'lsak, shu amal qilganlarimiz miqdorida suvni biz tejayotganligimiz uchun bunga ham inson ajrlanadi, mukofotlanadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ilohim oqibatlarimizni o'zi xayrli qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Amin ya rob. Bizlarning duolarimizni o'zing ijobat etgin. Ana ota-onalarni yod etdik. Ota-onalari hayot bo'lganlariga o'zing barokatli umr ber. Vafot etib ketganlarning qabrlarini jannatlardan bir bog'chalarga aylantirgin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin bi rahmatik. Alloh akbar. Shuni ham aytamiz.